Sherobodlik mana bu ota-ona 3-farzandini orzu-umidlar va katta quvonchlar bilan kutgan edi. Biroq bunday bo'lmadi. Ayol homiladorlik davrida shifokorlar nazoratida bo'ladi. Skrining tekshiruvlarida mutaxassislar homilaning sog'lom ekanligini aytishgan, lekin chaqaloq ko'plab tug'ma nuqsonlar bilan dunyoga kelgan. 26 haftaligida, keyin 36 haftaligida bor. Skrinda sog'lom, faqat kindiga o'ralgan degan bo'ldi. Tug'ilgandan shunday ko'rinyapti. Xo'sh, bu tizimdagi muammoning navbatdagi ko'rinishimi? Oila istiqomat qilayotgan hududdagi 83-oilaviy poliklinikaning patronaj felcheri va doyasining aytishicha, ayol sog'ligidan shikoyat qilmagan. Ular tekshiruv natijalariga qarata ish tutganini bildirmoqda. Homiladorlik davrida biz tibbiy ko'rik o'tkazganimizda UZI skrinida bunday nuqsonlar aniqlanmagan. O'sha vaqt davomida UASH ko'rilgan, ginekolog vrachimiz ko'rgan, doyalar ko'riklari olib borilgan. O'zini yaxshi his qilgan. Ularning fikrlari va skrining tekshiruvlari natijasi bir-biriga hamohangdek go'yo. Boisi, hatto 36 haftaligida ham ijobiy xulosalar berilgan. Xo'sh, Sherobod tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinika mudiri skrining tekshiruvi bilan bog'liq mazkur xatoni qanday izohlaydi? 3 marotaba qonuniy buyruq asosida tekshiruvdan o'tkazilgan. Vrachni chalg'ituvchi aldamchi holatlar, ko'rinishlar bo'lishi mumkin. Masalan, proyeksiyada birdan ko'rinmaydi. Bitta aylanib kelganda oyoq qismini ko'rgan, boshqa joylarda ko'rib turib, yana aylanganda bu ikkinchi qismdagi oyoqlarni ko'rgan bo'lishi mumkin. O'sha boshida ko'rgan ikkita oyoqni keyingi holatida chalkashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu yerda chuqurroq e'tibor qilganda balki ajratgan bo'lar edi. Birlashma boshlig'i o'rinbosari esa bu jarayonni shoshma-shosharlik deb baholayapti. Skrining mutaxassisimiz poetapni apparatda 20-22 ta kasal ko'rish kerak standarti bo'yicha 40 minutgacha, 45 minutgacha vaqt ajratish kerak tartib bo'yicha. Menimcha men shoshma-shosharlik qilib shu ko'p kasal ko'rish uchun qisqa vaqt ko'rib, shu xato o'tkazgan bo'lishim mumkin deb o'ylayman. Ertalab 7:40larda tug'ilgan ekan. Nazorat ostida Samarqand ko'p tarmoqli markaziy shifoxonasiga bemorni yubordik. Tug'ilganiga atigi bir kun bo'lgan chaqaloqning ahvoli tajribali shifokorlarni ham hayratda qoldirdi. Bir nechta tug'ma nuqsonlar bilan dunyoga kelgan chaqaloq shoshilinch tarzda Surxondaryodan Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga olib kelindi. Malakali shifokorlar guruhi o'tkazgan tibbiy ko'riklar natijasida bolakayning ahvoli jiddiy ekanligi sababli u darhol operatsiya stoliga olindi. Operatsiya qariyb 2 soat davom etdi. Bundaqa holat